Al-Malik. Malik haqiqiy ega deganidir. Undan o'zga ega yo'qdir. Shuning uchun banda faqat uning qulidir. Shuning uchun banda o'ziga o'xshagan bandaga emas, balki yagona yaratganga, haqiqiy Malikka qul bo'lishi lozim. Haqiqiy Malik zotida ham, sifatlarida ham har qanday mavjudotdan behojatdir. Barcha mavjudotlar unga muhtojdir. Demak, haqiqiy Malik, ya'ni barcha narsaning egasi Alloh taolodir. Alloh taoloning Malikul Mulk sifati, u zot hamma narsani yaratilishi, tasarrufi, oqibatining egasi deganidir. Masalan, maktab mudiri o'qituvchilarga ega, ammo bu egalik chegaralangan. O'qituvchi kelishilgan vaqtda ishga keladi, kelishilgan darsni beradi. Lekin kelishilgan vaqt tugab, o'qituvchi uyiga borgach, mudirning o'qituvchiga egalik huquqi qolmaydi. Alloh taolo barcha narsaning egasi bo'lgani uchun seni yo'qdan bor qiladi, hayot beradi, rizq beradi, ko'rib, eshitib, sezib turadi. U sening ham, sen vaqtincha ega bo'lgan narsalarning ham mutlaq egasidir. Shuning uchun hamma narsa har bir ishda Allohga muhtojdir. Malik so'zi nafsiga asirlikdan ozod bo'lgan degan ma'noni ham anglatadi. Masalan, Yusuf alayhissalomni Malik deyish mumkin. Chunki Yusuf alayhissalomni go'zal ayol o'ziga chorlaganda Alloh saqlasin deb o'z nafslariga, shahvatlariga malik bo'lganlar. Alloh mol dunyoni xohlaganiga ato qilaveradi. Ammo nafsini tiyib, uning ustidan hukmron bo'lib, malik bo'lishni faqat xos bandalariga ato qiladi. Malik so'zi yana obidlarning qalblariga malik bo'luvchi degani hamdir. Mo'min banda to Allohga yo'liqmaguncha, Robbim mendan rozimikan, amallarimni qabul qildimikan, Alloh meni yaxshi ko'rarmikan, amallarim xolis bo'ldimikan degan savollar bilan yashaydi. Mo'min nafsiga ana shunday malik bo'lib, oliy darajani faqat Allohning huzuridan qidiradi. Sen ham Allohning ushbu ismidan ibrat olib, odamlarning qo'lidagi narsaga ta'ma qilma. Barcha mulkning egasi Alloh ekanini bil. Shundagina solih salaflardek aziz va mukarram bo'lib yashaysan. Alloh taolo barchamizga o'zining Al-Malik sifati ila tajalli qilsin.